Murobot Avenida 2 xona, 3 xona qilingan 60 kvadratli chiroyligina, fayzligina xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Sizlarga bu uy haqida ma'lumot bermoqchiman. Kelinglar. Kirish qismimizdan boshlaymiz. Bizni kirish qismimiz kirganimizda mana bunaqa oynali zonalarimiz bor va o'ng tarafimizda sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega va mana domofonlarimiz, to'pli pollarimiz, hamma narsamiz bor. Va bu yoqda to'g'ri kiraverishingiz bilan mana bunaqa dekorni qilib, juda ham chiroyli dekorni mahsulotlarni joylab qo'yishgan. Xo'p, bu yoqdan zal o'rnida foydalanasiz. Ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellarimizni ham sifatlilari va bu yoqda jurnalist stollarimiz va bu yoqdan oshxona o'rnidan foydalanasiz. Duxovkalarimiz, mana gaz plitalarimiz va mana bu yoqda posudamoykalarimiz va moykalarimiz. Televizorlarimiz juda ham chiroyli orqalarini dekorni qilishgan. Bu yoqda esa suvenirlarimiz turadi. Endi bolalar yotoqxonasi, ikkita kravatimiz o'rnatilgan va remontlarimizga yaxshilab ahamiyat berasiz. Dekorni qilib, bu yoqqa kartinkalarni ham chiroyli qilib joylab qo'yishgan. O'zining shkaf qismi ham bor. Eshiklarimiz ham security eshiklar qilingan. Gilamlarimiz esa aero gilamlari o'rnatilgan. Xo'p, bu yoqda esa kattalar spalnimizda hamma qulayliklari, sharoitlari bor. Kartinkalari va bu yoqda biralarimiz, bu tarafimizda esa o'zining shkaflari, ayollarimiz uchun bu yoqda komodlarimiz bor va mana shu tarafga qaragan mana bu yoqda balkon qismimiz ham bor. Xo'p, do'stlar, bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, Murobot Avenida bilasizlar, eng premium klassdagi xonadonlar narxi 258 ming AQSh dollarida, yana joyida chiroyli narxlarda baraka qilinadi. Sizlar bilan Muxbir Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.